Qani Bismillahirrahmanirrahim. Aka sizga to'rxonali uy kerakmidi? Tayyor remontlari bilan bugun Olmazor tumani Akfa Midline ro'parasida joylashgan Bankovskiy domdan to'rxona shunday kirib yashaydigan uyni ko'rsataman. Asosiy kiraverish eshigimizda kirib keldik. Akam mana shunaqa chiroyli vstroyniy shkaflarni qilib qo'yganlar. O'zi ko'pchilik mijozlarimiz bizdan kattaroq kvadraturada xonadan so'rashardi. 110 kvadrat. Kirdik, chap qo'ldan boshlaymiz. Bu bizani birinchi xonamiz, zal qismimizda joylashgan. Bu yoqda akam aytayotdilarki, "Mana mebelni murod kerak emas. Men ko'chib ketyapman, yangi uyimga yangi mebel olaman" dedilar. Shuning uchun xohlasangiz bu yerda ikki xil taklif bo'ladi. Hamma mebel texnikalari bilan xohlasangiz hamma narsani olib chiqib ketadilar. Xo'p, shundoq kirib keldik. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu bizani oshxona qismimiz. Oshxona qismimizda ham bemalol ovqatlanib o'tirib, shundoq yonida bo'lsa ovqat tayyorlaydigan o'zini hamma sharoitlari qilingan. Keng, ko'ryapsiz, mana oshxona joyimizni bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joylarimizgacha qilib qo'yilgan. Xullas, umuman tor bo'lib qolmaganda. Kirdik, o'ng qo'limizda birinchi xona, bu bizani bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mebellar kerak desangiz, narxi boshqacha bo'ladi. Bez mebel narxi boshqacha. Yo'laklarimiz juda chiroyli, oynalar qilib qo'yilgan. Bu yerda bizani sanuzyulimiz joylashgan. Ro'parasida bo'lsa, bu vannasi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bolalar uchun mo'ljallangan bizani ikkinchi xonamiz. Bittasi o'g'il bolalarga bo'lsa, bunisi qiz bolalar uchun mo'ljallangan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu shundoq yonida bizani kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Bunisi boyiga ikkita yotoqxonamizga nisbatan kattaroq. Ko'rdingiz aka, planirovka ideal. Oldingi domlarni baribir planirovkasi zo'r bo'lgan. Mana domofonlarimizgacha qo'yilgan. Bankovskiy domda nima qilsa ham. Akfa Midline bor, o'shani ro'parasidagi dom hozir tashqari tarafidan ham bitta ko'rsatib o'taman. Orzu chorrahadan kevurish, Akfa Midline ro'parasi. Mana shu oq o'zi 5 tama 6 ta tushgan Bankovskiy domlarimizda joylashgan. 9 qavatli domni 4-qavatida joylashgan xonadonimiz. Eng shirin joyi narxiga keladigan bo'lsak, oka bez mebel shundoq holatida, pustoy holatida $118 ming so'ralyapti. Mebellar bilan endi ozgina qo'shib berasiz. Primoy o'rtada hech kim yo'q, joyi egalarini telefon raqamini yozib qoldirdim.